Assalomu alaykum kanal muxlislari. Bugun sizlar bilan birgalikda iftorlik uchun go'shtli salat tayyorlaymiz. Juda ham mazali, yeyishli chiqadi. Birinchi bu bizga qaynatib pishirilgan go'sht kerak bo'ladi. Juda ham kam miqdorda go'sht ishlatamiz. Mana shu go'sht 150 gram. Demak, to'rtburchak shakl berib turib, parak-parak qilib to'g'rab olamiz. Ekranda ko'rib turganinglardek bo'lsin. Qaynatib pishirilgan go'shtni bir kun xolodilnikda saqlasanglar oson kesiladi hamda bo'linib ketmaydi, yaxlit turadi. Go'shtni to'g'rab chuqur idishga solib oldik. Endi bodring, pomidorlarni to'g'rab olamiz. Bizga ikkita bodring kerak bo'ladi. Uzunasiga kesib olamiz va uchburchak shakl berib bo'laklarga bo'lamiz. Bugungi salatimizga deyarli barcha sabzavotlarni uchburchak shaklda to'g'rab olamiz. Ikkinchi bodringni to'g'rashga o'tamiz. Xullas, ikkinchisini ham shu shaklda to'g'rab olamiz. Bulg'or qalampiri kerak bo'ladi. Menda ozgina qizilidan borligi uchun va ozgina yashildan ham qo'shib olaman. Lekin bulg'or qalampirini qizil yoki yashil bo'lishi shart emas. Uyda qanaqa rangi bo'lsa, o'shani ishlatishingiz mumkin. Bulg'or qalampirini ham uchburchak shakl berib bo'laklarga bo'lib olamiz. Ko'pincha salatga yog' qo'shamiz, limon suvi qo'shamiz. Limon turganiga hayron bo'lmanglar. Bu safar limonni suvini qo'shmaymiz. Bu safar limonni o'zini to'g'raymiz. Men pomidorlarni ikkitasini ishlatdim. Bugungi salatga bittasi ortib qoldi. Pomidorlar uzunchoq pomidor. O'shaning uchun katta yirik pomidorni emas, ikkita o'rtacha pomidor ishlatsanglar bo'ladi. Pomidorlarni uzunasiga bo'lib oldim hamda bularga ham uchburchak shakl berib 2-3 bo'laklarga bo'lib oldim. Ekranda ko'rib turibsizlar, idishimda yana chesnok turibdi. Bir tish chesnok ishlatamiz. Hamda ukrop va kashnich to'g'raymiz. Ozgina ukrop, ozgina kashnich. Limonga kelsak, limon taxir bo'lmasin. Men kichkina limon ishlatyapman. Limonni ham mana ko'ryapsizlar, ekranda ko'rib turganinglardek to'g'raysizlar, lekin juda ham yupqa qilib to'g'raylar. Limonni yarimta yoki bo'lmasam chorakta ishlatamiz. Kichkina limonni yarimtasini ishlatdim. Mana yupqa qilib to'g'radim. Endi ko'katlarni to'g'rab olamiz. Hozirgina aytib o'tganimdek ozgina ukrop, ozgina kashnich. Yirik qilib to'g'rab olamiz. Kerak bo'lgan barcha sabzavotlarni, ko'katlarni to'g'rab oldik. Hozir esa chesnokni qirg'ichni mayda tishidan o'tkazib olamiz. Bir tish chesnok yetadi. Ziravorlar qo'shamiz, qora murch mana sepamiz. Kayin sepaman, kayin bu achchiq mazza beradi. Paprika sepamiz. Achchiq solish bu tabga ko'ra, xohishingizga ko'ra. Tuz sepamiz va soya sousidan qo'yamiz. Men bir osh qoshiq quydim. Bundan tashqari bizga qizib turgan yog' kerak bo'ladi, quyib yuboramiz. Mana bo'ldi. Endi salatni aralashtiramiz. Qaynatilib pishirilgan go'sht bo'lsa bo'ldi. Salat 5 minutda tayyor bo'ladi. Orasidagi limonlari bilan ajoyib ta'm beradi. Juda ham mazali chiqadi. Xushxo'r yeyishli bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Salatni aralashtirib bo'lib dasturxonga tortamiz. Mayonezsiz, tez va oson tayyor bo'ladigan salatimiz tayyor bo'ldi. Dasturxonga tortish payti keldi. Ko'rinishini ko'ryapsizlarmi? Ko'rinishi ham chiroyli, ham yeyishli. Albatta tayyorlab ko'ring. Shunday qilib azizlar, keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.